Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Go'zallikni ko'rmaysizlar. Germaniyadamiz. Kamalak ham chiqib turibdi. Ertamandan beri ajoyib havo bo'lyapti o'zi. Parkingdamiz. Juda katta parking. Germaniyada, Yevropada bayram bugun. Bularni tushuntirib aytsam, hayiti. Pasxadan keyin 40 kundan keyin bayram bo'ladi. Bizda Ramazon sharif oydan keyin 70 kundan keyin Qurbon hayiti bo'ladi-yu. Ularda ham xristianlarda ham 40 kundan Pasxa bayramidan so'ng 40 kundan keyin bayram bo'lar ekan. Kecha soat 3larda to'xtaganmiz. 3mi 4mi? Esimda ham yo'q. Ana endi dam olib yuribmiz. Ko'ryapsizlarmi tabiatni? Shu yoqda hozir yaqinlashtirishga harakat qilaman. Mana qishloq bor ekan, qaranglar. Hazza qilib yashasa kerak. Yotaverib zerikdik. Yaqin atrofda shahar ham yo'q ekan. Aylanaylik desak. Mana tabiat. Quyosh botyapti. Obunachilarimiz bitta ko'payyapti. Hammanglarga rahmat. Salomat bo'lasizlar.